Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2026-yil 27-may Hayit bayrami bilan hammangizni tabriklaymiz. Shuning bayramini ko'pini ko'rish hammamizga nasib qilsin do'stlar. Sizlarga 52 to'lovsiz Nexus 2 qo'yib beramiz. Mashinamizda 52 to'lov yo'q, faqat shodlaringiz o'tiradigan pulni notariskaya pul nakesizda bo'ldi. 2 million 100 ming so'mdan 3 yil oylik to'lov do'stlar. Avtomobilimizni tanishtirib o'tamiz. 2014-yil metan gazlari va 103 ming kilometr yurgan. Bahosi ham zo'r narxda turibdi, 43 million so'm. Üstünden naqd pul bilan gelsida yana 1,5 so'm gashib bersak bo'ladi. Bovullar qo'yilgan 4 dona, kraskasi, kapot krelda bor ekan, o'zlari uchun bir qator ustalarga ko'rsatib olasizlar. Sons hibrid motor. Do'stlar, ishlari o'shalgan, chexoli polikan masasa. Salomlari 2014-yil Nexia 2 do'stlar. O'zini tan narxi 43 million so'm. Avtokredit ololmasanizlar, mashinamizda 52 to'lov yo'q. Faqat shodlaringiz o'tiradigan pulni notariskaya pul nakesizda bo'ldi. 2 million 100 ming so'mdan 3 yil oylik to'lov. Nexia 2'larimizdan ham vibralarimiz ko'p. Sizlar ham mashinamiz ustida gashtirib, arzon baholar qilib beramiz do'stlar.